Alaykum qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asl uy-joy jamoasi sizlarga eng yaxshi foydali video obzorlarda ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Marg'ilon shaharida sentrida do'stlar. Eslaringda bo'lsa, u tomonda o'na yo'lda bo'yida charxchilar joyini obzor qilgandik. Shu yerda ushbu mahallani ichida ko'chma magazin sotuvga chiqyapti ekan. Shu magazinda obzorini qilgani yetib keldik. Bu magazinda olib magazinchilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Sartaroshchilik, kosibchilik, xullas kalom har narsaga to'g'ri keladigan magazinimiz bor. Shu joyda sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqaylik. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib, Marg'ilondan shunaqangi ko'chma magazin izlayotgan do'stingizga, tanishingizga maksimal darajada ushbu videoda jo'natib qo'yishni esdan chiqarmang. Hozir ichkariga kiramiz va sizlarga ushbu magazinni chiroyli qilib obzor qilib beraman. Qani ketdik do'stlar. Do'stlar, katta yo'lda bo'ydan to'g'ri kirib keldik. Mana o'sha ko'chma magazinimiz 320 ga 220. Tashqari tomonlari mana bunaqangi tunika qilingan ekan, romlarimiz akfa qilingan. Ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. Ushbu hovli uyni sotuvga qo'ygandik, asl uy-joy savdo orqali bu hovli uy sotilgan. Endi shuni oldidagi ushbu magazinni ham sotuvga qo'yapmiz. Narxi qiziq do'stlar, 10 million so'm baho so'ralyapti va kelishiladigan joyi bor. Endi qarang, 320 ga 220 shundoqona shurutlarini bo'shatasizda, bemalol shundoqona ko'chirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, prolavkalarimiz bor, romlarimiz akfa qilingan ekan. Shu bir tomoniga shundoqona tunikami endi o'zingizga moslab chiroyli qilib oladigan bo'lsangiz, bitta do'koncha bo'ladi, bitta oila yoki birorta bir magazin yo'q joyga qo'yib, bemalol tadbirkorligingiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Yoki mana prolavkalarni olib tashlagandan keyin bu yerga bitta chiroyli ayni qo'yib turib, sartaroshchilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi yoki kosibchilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Narxi 10 million baho so'ralyapti. Bu tomonga kirasiz, operator bu tomondagi narsalarni ko'rsataylik. Sababi hattoki bu yerga mana ko'rishlaringiz mumkin, svet montajlarni ham o'zliklariga o'rnatib qo'yishgan. Endi hozir svet uzib qo'yishgan, lekin siz ham bemalol shu ish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Qarang, sizga magazin ma'qul kelyaptimi? Agar sizga magazin ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling va ushbu joyda bitta qo'ldan joy egalaridan magazinni o'zidan egasidan xarid qilishlaringiz mumkin. Manzil Marg'ilon shahrida bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha ushbu joyda obzor qildik. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, shunaqangi magazin izlayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoda maksimal darajada jo'natib qo'yishni unutmang. Mana orqa tomonni ko'rishingiz mumkin, yon tomoni bu va u tomoniga shundoqona o'zingizga chiroyli qilib shunaqangi ashibga qildirib qo'yadigan bo'lsangiz, misol ashibga qildiradigan bo'lsangiz, chiroyli magazin bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha ushbu joyda sizga obzor qildik. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, shunaqangi magazin izlayotgan do'stimizga, tanishimizga ushbu videoda maksimal darajada jo'natib qo'yishni unutmang. Keyingi videogacha xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.